Zamonaviy tibbiyotda elektr toki juda ham keng ko'lamli kasalliklarni davolash uchun qo'llaniladi. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda eng keng qo'llanilib kelayotgan tibbiyotda va kosmetologiyada qo'llanilib kelayotgan apparatlarimizdan bittasi bu ultratovush terapiya apparati bo'lib hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu apparatimiz hozirgi zamonaviy talablarga javob beradigan uslubda yasalgan. Ultratovush terapiyasi fizioterapevtik davolash usuli bo'lib, inson organizmiga 20 kHz dan 1 MHz gacha bo'lgan tezlikdagi mexanik tebranishlar, ya'ni ultrazvuk to'lqinlari ta'sir ettirish asosida amalga oshiriladi. Ultratovushning fiziologik ta'siri asosida 3 ta asosiy omil yotadi: mexanik, fizik, kimyoviy va issiqlik. Ultratovushning mexanik ta'siri o'zgaruvchan akustik hujayra va subhujayra darajasida to'qimalarni vibratsion mikromassaj qilish, hujayra o'tkazuvchanligini oshirish, hujayra ichi va to'qima membranalarining depolimerlovchi gialuron kislotasiga ta'sir qiladi. Ultratovushning fizik-kimyoviy ta'siri mexanik energiya organizm to'qimalarida mexanik rezonansni keltirib chiqaradi va uning ta'sirida molekulalar harakati tezlashadi va kuchayadi. Ularning ionlarga parchalanishi, izoelektrik holati o'zgarishi hosil bo'lishi, yangi elektr maydonlar, hujayralarda elektr o'zgarishlar ro'y beradi. Ultratovushning kichik intensivlikda issiqlik ta'siri ifodalangan bo'lib, u mexanik transformatsiya natijasida yuzaga keladi. Energiyani issiqlik energiyasiga aylantiradi. Issiqlik ta'sirida ultratovushning bir tomondan mexanik energiyasining issiqlikka aylanishi bilan, ikkinchi tomondan biokimyoviy jarayonlarning oshishi bilan tushuntiriladi. To'qimalarda haroratning ortishi qon va limfa tomirlarining kengayishiga olib keladi. Mikrosirkulyatsiya oshadi. Modda almashinuvi jarayonlari yaxshilanadi. Fizik-kimyoviy ta'siri to'qimalarning molekulyar kompleksining qayta qurilishi bilan tushuntiriladi. Bunda bir qator fermentlarning faolligi ortadi. Oksidlanish, tiklanish jarayonlari yaxshilanadi. To'qimalarda biologik aktiv moddalar, geparin, gistamin, serotonin va boshqa moddalar hosil bo'ladi. Ultratovushning fiziologik ta'siri mahalliy va umumiy reaksiyalardan, gumoral va neyroreflektor ta'sirlaridan kelib chiqadi. Natijada og'riq qoldiruvchi, spazmolitik, yallig'lanishga qarshi ta'sirlar yuzaga keladi. Shuningdek, reparativ va regenerativ jarayonlar nerv mushak apparatining qo'zg'alish darajasi ortadi. Nerv bo'yicha impulslarning o'tishi yaxshilanadi. Bu yerda biz ko'rib turganimizdek, ultratovush to'lqinlarining intensivligi kam chastotali, o'rtacha chastotali va yuqori chastotali volt o'tkazuvchanligida bo'ladi. Misol tariqasida kam o'tkazuvchanlik 0,4 volt santimetr kvadratdan oshmasligi kerak. Ya'ni teriga zarar yetkazib qo'yishini ko'rishimiz mumkin. O'rtacha ta'sirda 0,5 va 0,8 volt santimetr kvadrat darajasida bo'lishi kerak. Yuqori chastotalikda 0,9 va 1 volt santimetr kvadratda ko'rishimiz mumkin. To'qimalarning qonga nisbatan so'rilishi yog' nisbatida 4 barobar samaraliroq, mushakda 10 barobar yaxshiroq, suyakda 75 marta kuchliroq so'riladi. Samarasi kuchliroq bo'ladi. Ultratovush apparati tuzilishi va ishlash prinsipi qurilma elektron blokdan va elektr uzatib beradigan simdan va umumiy datchiklardan iborat bo'ladi. Apparatdan foydalanish turlari, ya'ni ultratovush terapiya turlari, usullari haqida gapiradigan bo'lsak,
Foydalanish kasallikning maqsadi, xususiyatlariga qarab ultratovushni davolashning turli xil turlari qo'llaniladi. Asosan ultratovush terapiya hozirgi kunda butun organizmda yallig'lanish jarayonlari yoki shamollashdan keyingi holatlarda qo'llaniladigan bo'lsa, kosmetologiyada keng ko'lamda qo'llanilib kelinyapti. Apparatimizda funksiyasini mana ko'rib turganingizdek faqat yoqib o'chirish tugmasi bu yerda yuz uchun va organizm tana uchun tanlanadi. Yuz tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda o'zini intensivligi bo'yicha amalga oshirib boriladi va qaysi darajadaligi belgilab boriladi. Agar butun tana bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, keyingi boshqa tugmalarini ishlatib ko'rishimiz mumkin. Kasalliklarning maqsadi va xususiyatiga qarab ultratovushni davolashning turli xil turlari qo'llaniladi. Birinchisi bu uzluksiz ultratovush bo'lib, bu tovush to'lqinlarini uzluksiz yetkazib berish usuli bo'lib hisoblanadi. To'qimalarga doimiy ta'sir qilish to'lqinlarning tanaga chuqur kirib borishini ta'minlaydi. Uzluksiz ultratovush artrit, artroz, osteoxondroz va bo'g'imlarning umurtqa pog'onasining boshqa kasalliklarini davolashda, mushaklarning spazmlarini bartaraf etishda, og'riqni kamaytirishda, qon aylanishini yaxshilash uchun ishlatiladi. Keyingisi impulsli ultratovush. Tovush to'lqinlarining vaqti bilan uzatilishi bu to'qimalarga issiqlik ta'sirini kamaytiradi va o'tkir yallig'lanish jarayonlari bo'lgan bemorlar uchun usulni yanada yumshoq qiladi. Bunday ultratovush terapiyasining terapevtik ta'siri ko'karishlar, burilishlardan keyin shish, yallig'lanishni olib tashlash va operatsiyadan keyin tiklanishni tezlashtiradi. Puls rejimi terini ko'tarish va selulitni kamaytirish uchun kosmetologiyada ham keng qo'llaniladi. Keyingi usuli bu fanafarez usuli bo'lib, bu davolash usulida ultratovush yordamida teri orqali muammoli hududga dorivor moddalar yordamida ta'sir qilinadi. Ovoz to'lqinlari hujayra membranalarining o'tkazuvchanligini oshiradi. Bu esa faol komponentlarning o'tkazuvchanligi to'qimalarga chuqur kirib borishiga imkon beradi. Jarayon bo'g'inlar va mushaklarning yallig'lanish kasalliklarini davolash, yaralar va chandiqlarni davolashni tezlashtirish, og'riqni kamaytirish uchun buyuriladi. Past chastotali ultratovush chuqur to'qimalarga ta'sir qilish uchun ishlatiladi. Bu aniq yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Keyingi usul yuqori chastotali ultratovush. To'qimalarga yuzaki ta'sir qilish uchun ishlatiladi. Psoriaz, ekzema va dermatit kabi teri kasalliklarini davolashda, kosmetologiyada mikrosirkulyatsiyasi va terining yoshartirilishini yaxshilash uchun samarali bo'lib hisoblanadi. Keyingisi ultrasonik apparati. Ultratovush ta'sirida to'qimalarda mikropufakchalar hosil bo'lish jarayoni. Ushbu ultratovush terapiyasi usuli kosmetologiyada yog' birikmalarini kamaytirish, selulitni davolash va limfa drenajini yaxshilash uchun ham ishlatiladi. Asosiy maqsad ultratovush terapiyasida turli kasalliklarni davolash va oldini olish uchun ultra yuqori chastotali mexanik tebranishlardan, ya'ni ultratovushdan foydalaniladi. Albatta, to'lqinlar o'zini nazorati ostida olib boriladi. Ultratovush to'qimalarga ta'sir qiladi. Bu yallig'lanishni kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, regeneratsiyani tezlashtiradi, og'riqni yo'qotadi va dori vositalarini to'qimalarga kiritishni osonlashtirish kabi bir qator terapevtik ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Ultratovush terapiyasining ta'siri ta'siri ostida quyidagilar yuzaga kelishi mumkin. Hujayra darajasida qon aylanish
ovqatlanishini yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytiradi, asabiy qo'zg'aluvchanlik va periferik asab tizimining ishlashini tiklaydi, kuchlanish, shish va yallig'lanishni yo'q qiladi, og'riqni kamaytiradi, tananing himoya kuchlari kuchayadi, chandiqlar so'riladi yoki elastik bo'ladi. Albatta, har bir fizioterapevtik apparatni foydalanishimizda bizda ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ko'rsatmalar bularga misol tariqasida tayanch harakat apparati kasalliklari, artrit, poliartrit, podagra, osteoxondroz kabi kasalliklarni, nerv sistemasining kasalliklari va jarohatlarini, lor kasalliklari, misol tariqasida tonsillit, vazomotor rinit kasalliklarini keltirishimiz mumkin. Ko'z kasalliklari, konjunktivit, keratit, ginekologik va urologik kasalliklar, salpingoafarit, prostatit kabi kasalliklar va yana nafas olish organlari kasalliklari, bronxial astma, bronxit va asosan stomatologik kasalliklarda ham keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Qarshi ko'rsatmalar albatta yurak qon tomir kasalliklarining o'tkir davrida, homiladorlik va laktatsiya davrida, osteoporoz, yiringli yallig'lanish jarayonlari, onkologik kasalliklar, yuqori harorat, sil kabi kasalliklarda qo'llanilmaydi. Ultratovush bilan davolash amaliyotida boshqa fizioterapevtik muolajalar bilan bir qatorda ultratovush bilan davolash ham keng qo'llaniladi. Ultratovushlar fizik muhitda mexanik tebranishlar hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Fizioterapiya amaliyotida ultratovushlar 800-900 kHz chastotasi ko'rinishida qo'llaniladi. Tibbiyot amaliyotida esa 800-3000 kHz qo'llanilishi mumkin. Davolash jarayonida ultratovushlarning organizm ichiga kirishi ularning chastotalariga bog'liqdir. Qo'llanilayotgan tebranish chastotasi qanchalik katta bo'lsa, u shuncha to'qima ichiga kam kiradi. Masalan, chastotasi 1600-2600 kHz bo'lgan ultratovush faqatgina 1 cm chuqurlikka kiradi. Chastotasi 800-900 kHz bo'lgan ultratovush 4-5 cm ichkariga kiradi. Buning natijasida to'qimalarning funksional holati o'zgaradi. Membranalarning o'tkazuvchanligi oshadi. Diffuziya va osmos jarayonlar kuchayadi. To'qimalardagi har xil tuzilmalarning bir-biriga bog'liqligi oshadi. Ultratovush bilan davolash muolajasi quyidagi apparatlar yordamida o'tkaziladi. Bu apparatlar asosan portativ apparatlar, mana ko'rib turganimizdek, undan keyin statsionar apparatlar bo'ladi. Hozirgi kunda portativ apparatlarimizning UTP1, LOR1, LOR2, LOR3, Xiaomi apparatlari, UZT101, UZT102, UZT103 portativ ultratovush terapiyasi apparatlari mavjud. Statsionar apparatlariga keladigan bo'lsak, UTS1, UTS1M kabi apparatlar albatta bu statsionarda bo'ladi. Muolajani qo'llashda quyidagi usullardan foydalaniladi. Labil yoki kontakt usuli, keyingisi stabil usul. Ultratovush tarqalib ketmasligi uchun muolajalarni har doim mas yoki vazelin bilan o'tkazilishi shart. Bu usul yordamida organizmga dori moddalari kirgizilishi mumkin. Bu usul fanafarez yoki ultrafanafariz deb ataladi. Masalan, butadion, gidrokortizon, dalgit va boshqa dorili mazlardan foydalanishimiz mumkin. Bu muolaja davolash amaliyotida juda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, hozirda keng tarqalgan bo'g'im kasalliklarida foydalanishimiz mumkin. Qurilmadan foydalanish va ishlatish texnikasi.
ultratovush terapiya qo'llanilish jarayoni haqida aytib o'tadigan bo'lsam, birinchi navbatda asbobni tayyorlaymiz. Ya'ni fizioterapevtik asbob birinchi navbatda ko'riladi, butunligiga qaraladi. Ultratovush terapiya apparatini tekshirish. Ishchi holati ekanligini ko'rib turibsiz, uni aniqlab oldik, yo'qdik, o'chirdik va ma'lum darajalarda belgilab oldik. Keyingisi datchik transducer tozaligiga va butunligiga qarash. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda albatta datchik butun holatda va tozalangan holatda ko'rishimiz mumkin. Uchinchisi mos chastota va intensivlikni tanlash. Odatda biz bodyni tanlaymiz, butun organizmda qaysi sohada yallig'lanish jarayoni yoki moddalar almashinuvi jarayoni buzilgan bo'lsa, shu holatda qarab tanlanadi. Datchikning tozaligiga albatta e'tibor berdik. Ikkinchi navbatda bemorni tayyorlash. Muolaja zonasini ochish, teri tozaligiga e'tibor berish. Krem, mana ko'rib turganingizdek, krem, gel yoki vazelin singari o'tkazuvchi moddalarni surib olish. Qurilmadan foydalanish va ishlatish texnikasi. Qurilma yoqilgan, to'lqinlarning intensivligi sozlangan, vaqt belgilangan. Shundan so'ng moslamani teri yuzasiga kerakli joyga qo'ying. Masalan, bilak tirsak sohasini oladigan bo'lsak, uni sekundiga 1 sm tezlikda harakatlantirish buyuriladi. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa tezlikda olib boriladi. Davolashning dastlabki bosqichida har bir seansda 1-2 dan ortiq maydon davolash mumkin emas. 2 kunlik davolanishdan so'ng 3-4 tagacha maydonlarni nurlantirish mumkin. Misol uchun, ikkita qo'lda va ikkita oyoqda zararlangan joy bo'lsa, ultratovush terapiya apparatidan foydalanishimiz mumkin. Dastlabki 2 kun ichida protsedura davomiyligi 5 daqiqadan oshmasligi kerak. Keyingi mashg'ulotning davomiyligi 15 daqiqagacha. Bolalar uchun protsedurani 10 daqiqadan ko'p bo'lmagan vaqt davomida bajarish tavsiya etiladi. Albatta, bolalarda muolajani bajarishdan oldin bola onasi bilan yoki bo'lmasa yaqin insoni bilan taklif qilinadi. Katta odamga iloji boricha muolaja tushuntiriladi, necha daqiqa davom etishi, necha kuchlanishda yuborilishi. Albatta, onasi tibbiyot xodim bo'lmagan taqdirda ham hamma muolaja tartibi tushuntirib boriladi. Kattalarda ham xuddi shu tartibda bo'lishi mumkin. Keyingi bosqichda fizioterapevtik apparat, ya'ni ultratovush terapiya apparati o'chiriladi. Datchik maxsus moslama vosita yordamida tozalanadi. Teri yuviladi yoki ortiqcha gel artib tashlash kerak. Bemor holati tekshiriladi. Misol uchun, bemorda har xil patologik holatlar bo'lishi mumkin. Ko'ngillanish, boshda og'riq, qusish holatlari, yurak tez urish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Keyingi o'rinda aytishim kerak bo'lgan asosiy parametr bu apparatning texnik parametrlari haqida aytib o'tamiz. Apparatda texnik parametrlar bu nurlanuvchi ultratovush tebranishlar chastotasi 110 kHz bo'ladi. Ultratovush nurlanish intensivligi 0,2 volt cm² bo'ladi. Amplituda modulyatsiyasi chuqurligi kamida 0,7 chuqurlikda, modulyatsiya chastotasi tezligi 50 Hz atrofida bo'ladi. Effektiv nurlanuvchi yuzasi 3,98 cm² atrofida. Nurlanishning shartli quvvati 0,8 volt bo'ladi. Kuchlanish ta'minoti 220 dan kam va ko'p bo'lmagan holatda bo'lishi kerak. Tarmoqni ta'minlovchi chastota 50 Hz atrofida.
Iste'mol qilinayotgan quvvat 6 vattdan ortiq emas. Apparatning og'irligi kilogramda 0,5 kilogramdan oshmaydi. Apparatdan foydalanishning kafolat muddati sotilgan kundan boshlab 12 oy, apparatning xizmat muddati 5 yil. Ishlatish rejimiga ko'ra apparat ko'p yoki bir necha marta ishlatilgan siklli buyumlar jumlasiga kiradi. Uzluksiz ishlatishning maksimal davomiyligi 25 daqiqa bo'lib, 5 daqiqa tanaffus bilan davom ettiriladi. Ultratovush terapiyasi terapevtik foydalanish uchun qo'llaniladigan apparat bo'lib hisoblanadi. Ultratovushning issiqlik ajratuvchi va issiqlik ajratmaydigan ta'sirlari farqlanadi. Past intensivlikdagi ultratovush to'lqinlar hujayrada biologik molekula harakatini tezlashtiradi. Molekulalar aro kuchsiz bog'lanishlarning uzilishiga olib keladi. Sitozol qovushqoqligini pasaytiradi. Kalsiy ionlarining va biologik faol birikmalarning erkin holatga o'tishini tezlashtiradi va shu bilan ularning metabolik jarayonlarda qatnashish imkonini oshiradi. Atsidozni pasaytiradi va kichik tomirlar o'sishini va regeneratsiyasini stimullaydi. Ultratovushlar ta'sirida hujayralardagi lizosomal fermentlarning enzimatik faolligi yallig'lanishning eksudativ bosqichida yallig'lanish o'chog'ini hujayra qoldiqlaridan va patogen mikroorganizmlardan tozalaydi. Ultratovush tebranishlar fibroblastlarda o'sish omili genlarini ekspressatsiya kuchaytiradi va hujayra tashqarisidagi qobig'ini oqsillar uchun biriktiruvchi to'qima tolalarining strukturaviy sintezini kuchaytiradi. Natijada yangi tog'ay, to'qima va keng tarqalgan chandiqlar hosil bo'ladi. Uzoq muddat ultratovush bilan davolanish kurslari patologik granulyatsion to'qimani qayta tiklash, kollagenni tolalarni uning tarkibidagi chandiqlarga yo'naltirish bilan fibroz to'qimalarning qisman qisqartirilishiga olib keladi. Ularning elastikligini oshiradi va bo'g'imlarda faol harakatlarning amplitudasini kuchaytiradi. Ultratovush intensivligining oshishi bilan tovush tebranishlar energiyasini sezilarli darajada yutishi natijasida to'qimalarda harorat 0,7–1 gradusga oshadi. Issiqlikning eng katta miqdori turli akustik qarshilikka ega bo'lgan to'qimalarning chegarasida, terining kollagenga bo'y qatlamlarida, fatsiyada, bo'ylamlarda, chandiqlar, sinovial qavatlar, bo'g'in meniklari va suyak usti pardasi elastikligini oshiradi. Fiziologik kuchlanishni kengaytiradi. To'qimalarning isishi, bo'ylam va paylarning termomexanik sezuvchan tuzilmalarini, funksional xususiyatlarini modulyatsiya qiladi. Fantom og'riqlarni susaytiradi va mushaklarning spazmini kamaytirishga yordam beradi. Qon tomirlarining mahalliy kengayishi tufayli mikrosirkulyar oqimda zaif tomirlangan to'qimalarda qon oqimi oshadi. 2-3 martagacha oshishi mumkin. Ularning kislorodga to'yinish darajasi oshib, metabolizmning intensivligi kuchayadi. Bu esa biriktiruvchi to'qimalarning o'sishiga olib keladi. Davo samarasi reparativ, regenerativ, fibromodulyatsiyalovchi, katabolik, ya'ni past intensiv ultratovush terapiyasi, spazmolitik, defibrizlovchi, bakteriostatik, yuqori intensiv ultratovush terapiyasi ta'sir ko'rsatadi. Ko'rsatma sifatida yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. Bo'g'imlarning kuchli og'riq sindromi bilan travmatik va degenerativ distrofik kasalliklarda, ichki organlarning kasalliklarida, mushaklarning uzilishi, periferik nervlarning yallig'lanishi, bachadon bo'yni eroziyasi,
prostatitlarda, ko'z va og'iz bo'shlig'i a'zolari kasalliklarida, sklerodermiyada, trofik yaralar, bo'ldir tug'um bo'g'ima bo'ylamlarining cho'zilishi, Black tunnel sindromlarida keng qo'llash mumkin bo'lgan holatdir. Yomon sifatli o'smalar, faol fazadagi o'pka sil kasalligi, yurak ishemik kasalligi, zo'riqish stenokardiyasi 3-funksional sinf, gipotenziya, vegetatomor disfunksiyasi, homiladorlikning erta davrlarida, trombofilipid kabi sun'iy ritm boshqaruvchi bo'lgan kasallarda qo'llash mumkin emas. Tibbiyot amaliyotida 3 MHz chastotali impulsli davomiyligi 0,5-10 millisekund va impuls chastotasi tezligi 1600 pulsli ultratovush mexanik kuchlanishli chastotalardan tebranishlardan qo'llashimiz mumkin. Dori-darmonli ultrafanafariz bular ultratovush tebranishlari va ularning yordami bilan organizmga kiritilgan dorivor moddalarning birgalikdagi ta'siri bo'lib hisoblanadi. Ultratovush to'lqinlar maydonida dorivor moddalarning molekulalari epidermisga va dermaning yuqori qatlamiga yog' bezlarining kanallari orqali kirib boradi. Lipofilligi tufayli ular interstitsiyaga osonlikcha tarqaladi va qon limfatik tomirlarning endoteliysidan o'tadi. Ultrafanafariz bilan elektrofanafariz farqli o'laroq teridagi depoda yig'iladigan dori miqdori kamroq bo'ladi va u nisbatan qisqa vaqt ta'sir qiladi. Ultratovush terapiyasi davo samaradorligi potensial ta'sirlari va ultratovush yordamida kiritilgan preparatning o'ziga xos ta'siri, kiritilgan preparatning farmakologik ta'sir xususiyatlari ultratovush terapiyasiga ko'rsatmali hisobga olgan holda aniqlanadi. Har bir dori vositasini ko'rsatmaga asosan tanlanadi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar ultratovush terapiyasiga qarshi ko'rsatmalardan tashqari ishlatiladigan dori moddalarga allergik reaksiyalarni ham hisobga olish kerak. Texnika muolajalar ikki asosiy usulda amalga oshiriladi: kontakt va distansion usulda. Apparatni foydalanishda albatta uning texnik yaroqliligiga maxsus tibbiy xodim tomonidan ko'rib o'rganilib boriladi va muolaja albatta tibbiy xodim tomonidan vrach nazorati ostida olib borilishi kerak. Apparat xona sharoiti 10 gradusdan 35 gradusgacha bo'lgan haroratli xonada saqlanadi va xona gigiyenik tozaligiga e'tibor beriladi.